Beston brendiga tegishli bu xolodilnik bo'yi 182, eni 83 sm bo'ladi, litri 474 litr. Bu xolodilnik bir kunda 385 so'mlik elektr energiya sarflaydi. Sababi invertor motori bo'lgani uchun. Upravleniyasi sensor orqali boshqariladi. Buni ichini bitta ko'ringlar. Xolodilnik no frost hisoblanadi, ya'ni bu qor yig'masdan muzlatib beradi. O'zida 3 ta polkasi bor va plus nulovka qatorlari bor. Nulovka qatorida mahsulotni 6 oygacha sifati buzilmasdan saqlanib tura oladi. Morozilkasi -24 gradusgacha ishlab bera oladi va o'zini alohida 6 ta polkasi bor. Bular hidlar bir-biriga o'tib ketmasligi uchun maxsus qilingan. Xolodilnikka qo'ygan mahsulotlaringiz hidi bir-biriga o'tib ketmasligi uchun o'zini очистка воздуха funksiyasi ham bor. O'ta go'zal, o'ta chiroyli 474 litrli bu xolodilnik narxi $590 bo'lsa, siz bunga nima deysiz? Niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'yasiz. Xolodilnik olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Bunaqa narxga bunaqa xolodilnik aniq topisha olmaydi va bunaqa texnika bo'yicha zo'r videolarni o'tkaza olmaslik uchun men profilimga obuna bo'lib qo'ying.